Agar siz ham menga o'xshagan bo'lsangiz, yangi yil va'dalarini bema'ni deb hisoblaysiz. Chunki ko'pchilik o'z hayotini o'zgartirishga mutlaqo noto'g'ri yondashadi. Ular bu maqsadlarni shunchaki boshqalar ham shunday qilayotgani uchungina o'ylab topadilar. Biz maqom o'yinlaridan yuzaki ma'no yasam olamiz. Ammo bu niyatlar haqiqiy o'zgarish talablariga javob bermaydi. Haqiqiy o'zgarish esa bu yil tartibliroq yoki unumliroq bo'laman deb o'zingizni ishontirishdan ko'ra ancha chuqurroq ildizga ega. Agar siz shunday insonlar toifasidan bo'lsangiz, men bu yerda sizga past nazar bilan qarab, aql o'rgatmoqchi emasman. Garchi yozganlarimda biroz qattiqlovroq bo'lsam-da, men erishganlarimdan ko'ra 10 barobar ko'proq maqsadlarimdan voz kechganman. Menimcha, ko'pchilikda ham shunday bo'lish kerak. Lekin odamlar hayotlarini o'zgartirishga urinib, deyarli har safar batamom muvaffaqiyatsizlikka uchraslari ayni haqiqat. Biroq, yangi yil va'dalarini qanchalik bema'ni deb hisoblamayin, o'zingiz nafratlanadigan hayot tarzi haqida mulohaza yuritish har doim donolikdandir. Shunda biz quyida muhokama qiladiganimizdek, o'zingizni ancha yaxshiroq maqsad sari yo'naltira olasiz. Demak, siz biznes boshlashni, tashqi ko'rinishingizni o'zgartirishni yoki 2 haftadan so'ng tashlab qo'ymasdan yanada mazmunli hayot sari tavakkal qilishni istaysizmi? Men siz bilan xulq-atvor o'zgarishi, psixologiya va samaradorlikka oid ehtimol avval eshitmagan 7 ta g'oyamni bo'lishmoqchiman. Toki siz 2026-yilda aynan shu maqsadlarga erisha olasiz. Bu juda keng qamrovli qo'llanma bo'ladi. Bu shunchaki o'qib chiqib, darhol unutib yuboradigan odatiy maqolalardan emas. Bu shunday narsaki, uni saqlab qo'yishni, qaydlar olishni va o'ylab ko'rish uchun alohida vaqt ajratishni xohlaysiz. Maqola so'ngidagi amaliyot ruhiyatingiz qa'riga kirib borish va hayotda chin dildan nimani istashingizni aniqlash uchun uni bajarishga to'liq bir kun talab qiladi, ammo uning ta'siri uzoq vaqt saqlanib qoladi. Keling, boshlaymiz. 1. Siz istagan joyda emassiz, chunki siz hali u yerda bo'lishga munosib inson emassiz. Katta maqsadlar qo'yishga kelganda, odamlar odatda muvaffaqiyatning 2 talabidan biriga e'tibor qaratishga moyil bo'ladilar. Maqsad sari olga siljish uchun harakatlaringizni o'zgartirish, ahamiyati eng kami 2 darajali. O'zingizni o'zgartirish, shunda xulq-atvoringiz tabiiy ravishda shunga ergashadi. Eng muhimi 1 darajali. Ko'pchilik yuzaki maqsad qo'yadi. Dastlabki necha hafta davomida intizomli bo'lish uchun o'zini zo'r berib ruhlantiradi, keyin esa ko'p qarshiliksiz eski odatlarga qaytadi. Chunki ular buyuk hayotni chirigan poydavon ustida qurishga urinayotgan edi. Agar bu gapim mantiqsiz tuyulsa, keling bir misolni ko'rib chiqamiz. Biror muvaffaqiyatli insonni o'ylab ko'ring. Bu kelishgan qomatga ega bodybuilder, yuzlab millionlik daromadga ega asoschi bosh direktor yoki bir qurub odam bilan xayoliga zarracha xavotir kelmasdan suhbatlasha oladigan xarizmatik yigit bo'lishi mumkin. Sizcha bodybuilder sog'lom ovqatlanish uchun o'zini majburlab qiynaydimi? Bosh direktor jamoani boshqarishga borish uchun o'zini qattiq intizomga solishi shartmi? Sizga sirtdan shunday tuyulishi mumkin, ammo haqiqat shundaki, ular o'zlarini boshqacha yashash tarzida tasavvur qila olmaydilar. Bodybuilder nosog'lom ovqatlanish uchun o'zini majburlash kerak bo'ladi. Bosh direktor uyg'otuvchi soat jiringlagandan keyin ham o'rnidan turmay yotish uchun o'zini majburlaydi va u buning har bir soniyasidan nafratlanadi. Bu yerda nozik jihatlar bor, shunchaki hozircha gapimni tinglab turing. Azmlarga mening hayot tarzim biroz o'da keskin va intizomlidek tuyulishi mumkin. Mening uchun esa bu tabiiy hol va men buni boshqa turmush tarzi bilan solishtirish uchun aytmayapman. Men shunchaki shunday yashashdan zavq olaman. Onam menga tanaffus qilishim, ko'chaga chiqib biroz ko'ngil xushlashim kerakligini aytganda, men unga agar mazza qilmayotgan bo'lsam, nega bu ishni qilyapman deb aytishdan o'zimni tiymasam, ajab emas. Keyingi jumla oddiy eshitilishi mumkin, ammo qanchalar ko'p odam buni tushunmasligi kishini hayratga soladi. Agar hayotda aniq bir natijaga erishishni istasangiz, o'sha natijaga yetishdan ancha oldin uni qiradigan hayot tarziga ega bo'lishingiz shart. Agar kimdir 15 kilo vazn tashlashni istayman desa, men ularga ishonmayman. Ular bunga qodir emas deb o'ylaganim uchun emas, balki o'sha odamning o'zi ham ko'pincha vazn tashlab olganimdan so'ng yana hayotdan zavq olaman deb aytishini ko'p eshitganim uchun.
Sizni xafa qilishni istamoqchi emas uni, lekin agar siz vazn yo'qotishga olib kelgan hayot tarzini umr bo'yi qabul qilmasangiz va sizni eski odatlaringizga bog'lab turgan narsadan ko'ra kuchliroq tortishish kuchiga ega sabab topmasangiz, to'g'ri boshlagan joyingizga qaytib borasiz va hech qachon qaytarib bo'lmaydigan resursni, vaqtni behuda sarflaganingizni aytib, afsuslanib qolaverasiz. O'zingizni chin riyimdan o'zgartirsangiz, maqsadingizga siljitmaydigan barcha odatlaringiz jirganchi bo'lib tuyula boshlaydi. Chunki siz u harakatlar yig'ilib qanday hayotga olib kelishini chuqur va terin anglaysiz. Siz hozirgi standartlaringizga rozisiz, chunki ular aslida nima ekanligi yoki nimalarga olib borishini to'liq anglamaysiz. Biz buni qanday ochishni muhokama qilamiz, ammo bunga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Siz o'zgarishni xohlaysiz. Moliy erkinlikka erishishni, sog'lom bo'lishni istayman deysiz, lekin harakatlaringiz buning aksini ko'rsatadi va buning sababi bor va bu siz o'ylagandan ancha chuqurroq. 2. Siz istagan joyda emassiz, chunki u yerda bo'lishni xohlamayapsiz. Faqat harakatga ishoning. Hayot so'zlar emas, voqealar sathida kechadi. Harakatga ishoning. Alfred Adler. Agar kimligingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, uni qayta dasturlashni boshlash uchun avval ongning qanday ishlashini tushunish kerak. Ong tasavvurini tushunishning birinchi qadami shuni anglashki, barcha xatti-harakatlar maqsadga yo'naltirilgan. Bu teleologik proses. Bu haqida o'ylab ko'rsangiz hammasi oydinlashadi, lekin chuqurroq kirganimizda ko'pchilik buni eshitishni istamaydi. Siz ma'lum bir manzilga yetishni istaganingiz uchun oldinga qadam bosasiz. Qichishni yo'qotishni istaganingiz uchun burningizni qashaysiz. Bular tushunarli, lekin ko'p hollarda maqsadlaringiz ongsiz darajada bo'ladi. Masalan, kun o'rtasida divanda o'tirganingizda, bu shunchaki keyingi mas'uliyat vazifasigacha vaqtni o'tkazish uchun urinish ekanligini o'zingiz ham anglamasligingiz mumkin. Yanada ongsiz va murakkab darajada siz o'zingizga zarar yetkazadigan maqsadlarga intilasiz, ammo harakatlaringizni ijtimoiy jihatdan maqbul ko'rinib turgan va sizni omadsiz qilib ko'rsatmaydigan yo'l bilan oqlaysiz. Misol uchun, agar ishlaringizni paysalga solishni to'xtata olmasangiz, buni intizom yetishmasligi bilan oqlashingiz mumkin, lekin aslida siz har doimgidek bir maqsadga erishishga urinayotgan bo'lasiz. Bu vaziyatda o'sha maqsad ishni tugatish va bo'lishish ortidan keladigan hukmdan o'zingizni himoya qilish bo'lishi mumkin. Agar siz istiqbolsiz ishingizni tashlashni istayotgan bo'lsangiz, lekin hech qanday jiddiy sababsiz u yerda qolayotgan bo'lsangiz, ehtimol o'zingizda yetarlicha jasorat yo'q yoki hech qachon tavakkalchi bo'lmaganman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin haqiqat shundaki, siz xavfsizlik, barqarorlik va istiqbolsiz ishda ishlashni muvaffaqiyat belgisi deb biladigan atrofingizdagi insonlar ko'z o'ngida omadsiz bo'lib ko'rinmoqchi bo'lmagan maqsadni ko'zlayapsiz. Bu yerdagi saboq shundaki, haqiqiy o'zgarish maqsadlaringizni o'zgartirishni talab qiladi. Men shunchaki yuzaki maqsad qo'yishni nazarda tutmayapman, chunki bunday qilishning o'zi ham aslida sizga zarar yetkazayotgan ongsiz maqsadga xizmat qiladi. Samaradorlik mavzularida bu haqda yetarlicha gapirilgan. Men nuqtai nazaringizni o'zgartirishni nazarda tutayapman, chunki maqsad aslida mana shudir. Maqsad bu kelajakka proyeksiyalangan tasavvurdir va u sizga o'sha maqsadga erishishda yordam beradigan ma'lumotlar, g'oyalar va resurslarni paydo qilish imkonini beradi. Keling, yanada chuqurroq kiramiz, chunki buni tushunmasangiz, vaziyatdan chiqib ketish yanada qiyinlashadi. 3. Siz istagan joyda emassiz, chunki u yerda bo'lishdan qo'rqasiz. Sizni esda tutishingiz muhim bo'lgan narsa, g'oyani qanday olganingiz yoki u qayerdan kelganining zarracha ahamiyati yo'q. Siz hech qachon professional gipnozchi bilan uchrashmagan bo'lishingiz mumkin. Siz hech qachon rasman gipnoz qilinmagan bo'lishingiz mumkin. Ammo agar siz biror g'oyani qabul qilsangiz, o'zingizdan, o'qituvchilaringizdan, ota-onangizdan, do'stlaringizdan, reklamalardan yoki boshqa har qanday manbadan va bundan tashqari, agar siz o'sha g'oyaning haqiqat ekanligiga qat'iy ishonsangiz, u xuddi gipnozchining so'zlari gipnoz qilingan odamga qanday ta'sir qilsa, sizga ham xuddi shunday kuch bilan ta'sir qiladi. Maxwell Maltz. Siz istagan hayot ongning ma'lum bir darajasida joylashgan. Ong vaqt o'tishi bilan oldindan aytish mumkin bo'lgan bosqichlar orqali rivojlanadi.
Tug'ilganingizda siz xuddi omon qolishga intiluvchi shimgichga o'xshaysiz. O'zingizni xavfsiz va himoyalangan his qilish uchun qo'lingizdan kelgan har qanday e'tiqodni, bular asosan madaniyatingiz tomonidan belgilanadi, shimib olasiz. Agar ehtiyot bo'lmasangiz, ongingiz qotib qolishi va bu ma'noli hayot kechirishni qiyinlashtirishi mumkin. Bu Maslow iyerarxiyasi, Gruyterning ego rivojlanish bosqichlari, spiral dinamika va integral nazariya kabi modellarda yetarlicha hujjatlantirilgan bo'lib, ularning har biri bir-biriga asoslanadi. Ammo buni jamiyatda kuzatish ham qiyin emas. Men bu haqda ko'p gapirganman va ularni rivojlanish darajangiz va oldinga yo'lni aniqlash uchun turli sun'iy intellekt AI promptlari yordamida o'zimning inson 3.0, human 3.0 modelimga birlashtirganman. Xohlasangiz buni keyinroq o'qish uchun alohida oynada ochib qo'ying. Ammo bu yerda ego rivojlanishining 9 bosqichi bo'yicha 80 ga 20 qoidasiga ko'ra qisqacha eslatmani keltirib o'taman. Chunki takror avval payqamagan narsalaringizni ochib berishiga yordam beradi. Qolaversa, bu maktublarni yangi odamlar ham o'qimoqda. Impulsiv. Impuls va harakat o'rtasida farq yo'q. Oq-qora ranglarda fikrlash. Masalan, kichkintoy jahli chiqqanda uradi, chunki his va xatti-harakat ayni bir narsa. O'zini himoya qiluvchi. Dunyo xavfli va siz o'zingizni ehtiyot qilishni o'rganasiz. Masalan, bola baholar tabelini yashirishni, uy ishlari haqida yolg'on gapirishni va kattalar nimani eshitishni xohlashini topishni o'rganadi. Konformist. Siz guruhingizdan iboratsiz va uning qoidalari haqiqatning o'zi kabi tuyuladi. Masalan, kimdir nima uchun boshqalar uning oilasi yoki guruhidan farqli ovoz berishini umuman tushuna olmaydigan holat. O'zini anglovchi. Ichki dunyoyingiz tashqi dunyoga mos kelmasligini sezasiz. Masalan, cherkovda o'tirib, atrofingizdagi hamma ishonadigan narsaga ishonishingizga amin emasligingizni anglaysiz, lekin bu his bilan nima qilishni hali bilmaysiz. Vijdonli. O'z prinsiplar tizimingizni qurasiz va o'zingizni ularga rioya qilishga majburlaysiz. Masalan, oila dinini chuqur o'rganib chiqib tark etish va o'zingiz himoya qila oladigan shaxsiy falsafani qabul qilish yoki to'g'ri harakat to'g'ri natija berishiga ishonib, aniq bosqichlarga ega martaba rejasini tuzish. Individualist. Prinsiplaringiz muhit, kontekst tomonidan shakllanganini ko'rasiz va ularni erkinroq ushlab turasiz. Masalan, siyosiy qaroshlaringiz obyektiv haqiqatdan ko'ra ko'proq qayerda o'sganingizga bog'liqligini anglash yoki ulkan martaba maqsadlaringiz aslida otangizning ma'qulligini erishish uchun bo'lganini payqash. Strateg. O'z ishtirokingizni anglagan holda tizimlar bilan ishlash. Masalan, o'z ko'r nuqtalaringizni faol ravishda so'roq ostiga olgan holda tashkilotni boshqarish yoki qaroshlaringiz qisman ekanligini va o'zingiz to'liq ko'ra olmaydigan tarafkashliklar bilan shakllanganini bilgan holda siyosat bilan shug'ullanish. Konstruktni anglovchi. Barcha qoliplar, jumladan o'zligingizni ham foydali to'qimalar, fiksiya deb bilasiz. Masalan, ruhiy e'tiqodlaringizni so'zma-so'z emas, balki metafora sifatida qabul qilish yoki xarita bu hududning o'zi emasligini bilish yoki asoschi yoki fikr yetakchisi rolini yengil tabassum bilan kuzatish. Yahlitlik, unitiv. Men va hayot o'rtasida ajratuv yo'qoladi. Masalan, ish, dam olish va o'yin bir xil narsadek tuyuladi. Biror narsaga aylanishi kerak bo'lgan hech kim qolmadi. Faqat sodir bo'layotgan narsalarga javob beruvchi mavjudlik bor. Buni o'qiyotganlarning ko'pi taxminan 4 va 8 bosqichlar orasida. Bu esa juda katta oraliq. 8 bosqichga yaqinroq bo'lganlar buni nimadir o'rganish yoki vaqtni bekorchi yo'lda o'tkazish uchun o'qimoqda. 4-bosqichga yaqinroq bo'lganlar esa haqiqatdan ham o'zgarish izlamoqdalar. Siz buyukroqlarga yaratilganligingizni his qilasiz, ammo hamma narsani hali to'liq tushuna olmaysiz, chunki bu yerda ko'p omillar rol o'ynayotgani aniq.
Yaxshi tomoni shundaki, qaysi bosqichda ekanligingizning aslida ahamiyati yo'q, chunki ularning har biri orqali harakatlanish ma'lum bir qonuniyatga, andozaga asoslangan. Zakovat bu hayotdan istagan narsangizni ola bilish qobiliyatidir. Zakovatning yagona haqiqiy sinovi bu hayotdan istagan narsangizni ola bilish. Naval Ravikant. Hayotimning eng yaxshi davrlari har doim men erishayotgan yoki erishmayotgan o'sishdan butunlay to'yib ketgan paytlarimdan keyin kelgan. Ruhiyatingiz qa'riga qanday kirib borasiz? Qanday qilib o'zingizdagi shartli reflekslarni, ya'ni programmalashtirilgan holatni anglaysiz? Hayotingiz trayektoriyasini o'zgartirib yuboradigan teran xulosalar va haqiqatlarga qanday yetasiz? Buning yo'li oddiy, ammo ko'pincha og'riqli bo'lgan savol berish jarayoni orqalidir. Buni juda kam odam bajaradi va siz buni ularning qanday gapirishi yoki ma'lum bir mavzu bo'yicha fikr bildirishidan bilib olishingiz mumkin. Savol berish bu fikrlash demakdir va juda kam odam buning uddasidan chiqadi. Men sizga har yili hayotingizni qayta ishga tushirish, перезагрузка va shiddatli yuksalish mavsumini boshlash uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan keng qamrovli protokolni bermoqchiman. Ushbu protokol sizga to'g'ri savollar berishga yordam beradi. Bu savollar makrodan mikrogacha bo'lgan masalalarni qamrab oladi. Qayerda bo'lishni xohlaysiz, u yerga yetish uchun nima qilishingiz kerak va o'sha voqelik sari siljish uchun hoziroq nima qilishingiz mumkin. Buni bajarish uchun to'liq bir kun talab etiladi. Shuning uchun men aynan protokol bo'yicha harakatlanishingizni tavsiya etaman. Sizga qalam, qog'oz va ochiq fikr kerak bo'ladi. O'z shaxsiyatini muvaffaqiyatli o'zgartirgan insonlardagi qonuniyatlarni kuzatganimda, bu jarayon kuchli ichki zo'riqish to'planganidan so'ng tez sodir bo'ladiganini ko'rganman. Xususan odamlar odatda 3 ta bosqichni bosib o'tishini payqaganman. Dissonans, ya'ni nomutanosiblik. Ular o'zlarini hozirgi hayotiga tegishli emasdek his qiladilar va o'sish bo'lmayotganidan yetarlicha to'yib ketadilar. Mavhumlik. Ular keyin nima bo'lishini bilmaydilar. Shuning uchun yoki tajriba qilib ko'radilar, yoki yo'qolib qolib o'zlarini yomonroq his qiladilar. Kashfiyot. Ular nima bilan shug'ullanishni istaslarini topishadi va 6 oy ichida 6 yillik o'sishga erishadilar. Demak, ushbu protokoldan maqsadimiz sizga dissonans nuqtasiga yetishga, mavhumlik ichidan yo'l topishga va hayotda chinagamiga nimaga erishmoqchi ekanligingizni kashf etishingizga yordam berishdir. Toki aniqlik shu darajada kuchli bo'lsinki, chalg'ituvchi narsalar o'z ahamiyatini yo'qotsin. Ushbu protokol bir kunda bajariladigan qilib tuzilgan. Ertalab siz o'z yashirin motivlaringizni ochish uchun psixologik qazishma ishlarini olib borasiz. Kun davomida avtopilotdan chiqish uchun o'zingizga eslatmalar berib turasiz. Kechqurun esa ertasidan boshlab harakatlanadigan yo'nalishingizni belgilash uchun xulosalarni umumlashtirasiz. Bu hamma uchun ish beradi deb kafolat bera olmayman, chunki buni o'qiyotganlarning ham hammasi o'z hikoyasining ushbu nuqtalar ta'sirli bo'ladigan bobida ekanligida kafolat yo'q. Kitobning kulminatsiya nuqtasini boshiga qo'yib bo'lmaydi va u qiziqarli bo'lishini kutish ham mantiqiy emas. Birinchi qism: ertalab, psixologik qazishma, vizion va antivizion. Avvalo ongingiz ishlashi uchun biz yangi ramka yoki idrok linzasini yaratishimiz kerak. Bu xuddi yangi qobiq yaratish, eskisini tashlab, vaqt o'tishi bilan sekin-asta yangisiga moslashib borishga o'xshaydi. Dastlab u sizga mos kelmayotgandek tuyuladi. Bu yaxshi narsa. Ushbu savollar haqida o'ylab va javob berish uchun 15-30 daqiqa bitta YouTube videosining vaqti. Buni uddalaysiz. Vaqt ajrating. Bu mulohazani sun'iy intellektga yuklashga urinmang. Men ongingizdagi cheklovchilarni buzib o'tishingizni xohlayman. Agar ularga darhol javob bera olmasangiz, keyinroq qayting. Yashashga o'rganib qolgan o'tmas va doimiy qoniqishmaslik hissi nima? Chuqur azob emas, balki chidashga o'rgangan narsangiz. Agar undan nafratlanmasangiz, unga chidaysiz. Qaysi narsa haqida qayta-qayta noliysiz, lekin hech qachon o'zgartirmaysiz. O'tgan yilda eng ko'p tilingizga olgan 3 ta shikoyatingizni yozing. Har bir shikoyat uchun
Sizning so'zlaringizni emas, xulq-atvoringizni kuzatgan odam siz aslida nimani xohlapayotgan degan xulosaga kelgan bo'lardi. Qattiq hurmat qiladigan inson oldida tan olish chidam bo'lmas darajada og'riqli bo'lgan hayotingizga oid haqiqat nima? Bu savollar sizni hozirgi hayotingizdagi og'riqdan xabardor qilishga qaratilgan. Endi biz ularni men antivizion deb ataydigan narsaga aylantirishimiz kerak. Bu yashashni istamaydigan hayotingizni shafqatsiz aniqlik bilan anglashdir. Shu yo'l bilan siz bu salbiy energiyadan harakatlaringizni ijobiy tomonga yo'naltirish uchun va ichki motivatsiyaga asoslanib harakat qilish uchun foydalanishingiz mumkin. Agar keyingi 5 yil ichida mutlaqo hech narsa o'zgarmasa, odatiy seshanba kuni qanday o'tadi? Qayerda uyg'onasiz? Tanangiz nimani his qiladi? O'ylagan birinchi narsangiz nima bo'ladi? Atrofingizda kimlar bor? Soat 9:00 dan 18:00 gacha nima qilasiz? Soat 22:00 da o'zingizni qanday his qilasiz? Endi buni 10 yil misolida qiling. Nimalarni o'tkazib yubordingiz? Qanday imkoniyatlar yopildi? Kimlar sizdan umidini uzdi? Xonada yo'qligingizda odamlar siz haqingizda nima deshadi? Siz hayotingizning so'ngidasiz. Siz xavfsiz versiyada yashadingiz. Qolipni hech qachon buzmadingiz. Buning badali nima bo'ldi? O'zingizga nimalarni his qilishga, tajriba qilib ko'rishga yoki kim bo'lishga ruxsat bermadingiz? Siz hozirgi tasvirlagan kelajakda kim allaqachon yashamoqda? Xuddi shu trayektoriya bo'yicha sizdan 5, 10, 20 yil oldinda bo'lgan kim bor? Ularga aylanishga haqida o'ylaganingizda nimani his qilasiz? Haqiqatdan o'zgarish uchun qaysi o'zingizdan voz kechishingiz kerak bo'lardi? Men A degan inson toifasidanman. Endi u inson bo'lmasligingiz sizga ijtimoiy jihatdan qanchaga tushadi? O'zgarmaganingizning eng uyalishli sababi nima? Sizni mantiqiy emas, balki kuchsiz, qo'rqoq yoki dangasa ko'rsatadigani sabab. Agar hozirgi xulq-atvoringiz o'zini himoya qilishning bir formasi bo'lsa, aynan nimani himoya qilyapsiz va bu himoya sizga qanchaga tushyapti? Agar bu savollarga rostgo'ylik bilan javob bergan bo'lsangiz va hayotingizning ayni kerakli bobida bo'lsangiz, chuqur bezovtalik va ehtimol hozirgi yashash tarzingizdan nafratlanish hissini his qilasiz. Endi bu energiyani ijobiy tomonga yo'naltirishimiz kerak. Biz minimal yashovchanlik vizionni, ya'ni tasavvurni yaratishimiz kerak. Chunki vizioningiz xuddi mahsulotga o'xshaydi. U dastlab noaniq bo'ladi, lekin vaqt va tajriba bilan u kuchayadi va qudratliroq bo'ladi. Amaliylikni bir daqiqaga unuting. Agar bir moq shiqirlatib 3 yildan so'ng boshqacha hayotda yashash imkoniga ega bo'lsangiz, realiga emas, balki haqiqatdan nimani xohlagan bo'lardingiz? Odatiy seshanba kuni qanday ko'rinishga bo'ladi? 5-savoldagidek batafsil javob bering. Bu hayot majburiy emas, balki tabiiy tuyulishi uchun o'zingiz haqingizda nimaga ishonishingiz kerak bo'ladi? O'zlik haqidagi bayonotni yozing. Men A degan inson toifasidanman. Agar siz allaqachon o'sha inson bo'lgan bo'lsangiz, bu hafta qiladigan birgina ishingiz nima bo'lardi? Bundan oldin aytilgan savollarga ertamonda uvlo-birinchi navbatda javob bering. Ikkinchi qism, kun davomida avtopilotni to'xtatish, ongsiz qoliplarni buzish. Bu kundalik yuritish mashqlari shunchaki ermakdek tuyulishi mumkin, lekin biz haqiqiy o'zgarishni xohlaymiz. Ochig'ini aytganda, agar sizni bir xil holatda ushlab turadigan ongsiz qoliplarni buzmasangiz, o'zgarish sodir bo'lmaydi. Kun davomida birinchi qismda yozganlaringiz haqida mulohaza yuriting. Bundan tashqari, mulohaza yuritishni unutmab qo'yishingizni istayman. Iltimos, bunga jiddiy qarang. Umringizning so'ngigacha bir xil ishni qilib, o'zgara olmaysiz. Siz ongli qolipni buzishga o'zingizni majburlash keraksiz. Hozirini o'zida telefoningizda eslatmalar yoki taqvim tadbirlarini yaratishga vaqt ajrating. Eslatma yoki tadbir ichida savolni ham qo'shing, toki darhol u haqida o'ylashni boshlashingiz uchun. Ular jadvalingiz bilan qanchalik tasodifiy va ziddiyatsiz bo'lsa, shuncha yaxshi. 11:00. Hozirda qilayotgan ishim orqali nimalardan qochayapman? 13:30. Agar kimdir oxirgi 2 soatimni tasvirga olganda, men hayotdan nimani xohlayman degan xulosaga kelgan bo'lardi? 15:25. Men o'zim nafratlanadigan hayot sari ketayapmanmi yoki o'zim istagan hayot sarimi?
17:00. Muhimmas deb ko'rsatayotgan eng muhim narsam nima? 19:30. Bugun haqiqiy istakdan ko'ra ko'proq o'zimni himoya qilish uchun nima qildim? Maslahat, qilgan ishlaringizning ko'pkisi shunday. 21:00. Bugun o'zimni qachon eng tirik his qildim? Qachon eng o'lik his qildim? Olovga biroz moy sepish uchun bu savollarni yo'lda ketayotgan, piyoda yurayotgan yoki shunchaki yotgan paytlaringizga rejalashtiring. Odamlar meni 10-savolda yozgan o'zingiz deb bilishlariga muhtoj sezmasam nima o'zgargan bo'lardi? Hayotimning qayerida tiriklikni xavfsizlikka almashtirayapman. Men aylanmoqchi bo'lgan insonning ertaga bo'la oladigan eng kichik versiyasi qanday? 3-qism. Kechqurun. Xulosalarni umumlashtirish, yuksalish fasliga kirish. Agar bu jarayonni bajargan bo'lsangiz, hayotingiz yo'nalishini o'zgartira oladigan kamida bitta teran xulosaga kelmagan bo'lsangiz, men hayron qolgan bo'lardim. Endi ularni aniqlab, kim ekanimizga singdirish va ongning yangi darajasiga sayohatimizni mustahkamlash uchun ular asosida harakat qilishimiz kerak. Bugundan keyin nima uchun bir joyda depsinib qolganingiz haqidagi qaysi haqiqat eng to'g'ri bo'lib tuyuladi? Haqiqiy dushman nima? Uni aniq nomlang. Vaziyatlar emas.